Fir'avn o'z amaldorlarini chaqirib, endi nima qilish to'g'risida maslahatlashdi. Reja aniq edi. U butun Misrdan sehrgarlarni yig'ib, xalq oldida musobaqa uyushtirdi. Bu bilan u Musoni sehrgardan boshqasi emasligini isbotlamoqchi bo'ldi. Tez orada butun xalq risolatni tinglab, haqiqatni o'z ko'zlari bilan ko'rishadi. Payg'ambar aqlli edi. U dedi: "Va'da vaqtingiz ziynat kuni, ya'ni bayram kunida odamlar choshgohda to'planishi" dedi. Ammo Qur'onning ta'rifida juda qiziq narsa bor. U kuni yawmuz zina, ya'ni ziynatlanish va bezanish kuni deb ataladi. Qadimgi Misr bayramlarini ko'rib chiqsak, bunga juda mos keladigan milliy bayramni topamiz. Opet bayrami. Bu har yili nishonlanadigan milliy bayram. Uylar bezatilgan, erkaklar va ayollar kiyingan, ibodatxonalar bezatilgan, butlar bezatilgan va haykallar bezatilgan ko'chalar bo'ylab olib o'tilgan. Boshqacha qilib aytganda, payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam buni bilishlariga imkon bo'lmasa-da, Qur'on o'sha kunni chinakam mo'jizaviy tarzda tasvirlab bergan.